Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Şeyh Osamamı öz fikirden nazariye bilenler çekilip kalmay, hemimiz ayan bolgan 11 sentabr cihadı bilen Amerika'nı Afganistan'a kirdi. Hem bütün dünya halkıga Amerika'nın mağlup bolduğanlıqıga bişaret verip Allah namı bilen qasam kılıdı. Cihadi yetekçiler hayran kıldı. Cihadi yetekçilerinin hayran kalgan yeri Şeyh Osama'nın bütkül çoğun küçük cihadi cemaatlerinin hemmisini Amerika karşı cenk sepige ihtiyari yak ihtiyarsız so'rab kirganligidir. Yani bizga o'xshagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati bo'yicha navbatgi vaziyatda bizga xatar shakllantirmaydigan Amerika va shuning o'xshagan davlatlarni o'zimizga qarshi qilishdan saqlanib, asosliq nishonimizni bizning dinimiz va mavjudiyatimizga bevosita tahdid shakllantirayotgan Xitoyga qaratgan bizdek jamoatni jangga tiqibdi. Qo'li qurol olgan har qanday bir mujohidning "Ey Amerika, sen bilan bizning ishimiz yo'q" deydigan erkinlik yo'q. Çünkü Amerika hemen koşup vurdu. Şundaqla bu yerde Amerika'nın özüge karşısını mı, karşı emesini mi uruşu can tedbiri xilap koy degan bir savol tug'ildi. Şundaqla Amerika'nın hemmisini koşup uruşu mu özünün yeterlik delil bo'lgan. Agar shu chaq yuz bergan ishlarning oldi keyindagi hemen o'ttirib qo'yish to'g'ri kelsa, taqriban 100 bet atrofidagi materialni tarjima qilish to'g'ri keladi. Allah subhanahu wa ta'ala Şeyh Osama'nın fikrini amalga oshirib berdi va shuningga barakat berdi. Shunda qilib hammasi Qur'onni Amerika qaratdi. Butkul mujohidlarning ixtiyorsalda Amerika qarshi o'q etayotganligini ko'rgan Şeyh Abulays ummat qalbidan o'chgan jihad ibodatini yondirgan kishi Abdullah Azamdir. Kimni urushni o'rgatgan Şeyh Osamadir. Qandoq urushni ko'rsatgan Şeyh Zarqaviy degan yiliqning mashhur so'zini dedi. Mana Amerikani urush deganlarmi? Atrofdan boshlab urush deganlarmi Qur'on hadis tayandı. Shu sababdan qanotning markazining gapini toza anglamas bo'lishi kuch topgani shundoq bo'ladi degan ko'z qarash muhim siyosiy hukmdir. Bu gap shundoqla o'rnida tushunilsin. Tarixdagi islom amirliklarining o'z valiylarini vaqti-vaqtida almashtirib turishi boshqalar nazarda ajabnalik ish bo'lgan emas. Shundaqla har qanday bir amir qo'mondonning o'z qo'l ostidagilarni muhim bir vazifa qo'yganda, shu insonning yaratilishidagi ojizlik va o'zgarishchan xarakterini ko'z tutmay vazifaga qo'yishi sal qaraydigan ishlarning jumlasini emasdir. Shunga kelgusidagi jihodning yo'linishini ilgari surish uchun umumiy mas'uliyatni nazar tutib, qaysi taraf qaysi jihatda ojizlik ko'rsatadi, qanday qilganda uning ojizligini to'ldirg'ili bo'ladi. Mening tarafim u tarafga nimalar yetkazish kerak, men uningdan nimalar ehtiyoj deganni bilishi lozim. Shundaqla boshqa taraf kelgan ojizlikni o'zining ojizligi deb bilish ham kerak. Bir taraf har qancha kuchli bo'lsin, yana bir tarafning ojizlik tufaylidan mag'lubiyatning hammasi tushadiganligini yuqorida tilga oldik. Necha 100 million odamga 11 tal odam vakil bo'lib top maydoniga kirganidek, jamoat mas'ullari bizning yuzimizdir. Başka cemaatga shu mas'ullarimiz orqali bizga balki butun vatanlik xalqimizga chekit qo'ydi. Agar biz mas'ullar qo'saqparast bo'lsa, boshqalar bizni bu xalq qo'saqparast xalq ekan deb biladi. Bu mas'ullar izzat hurmatini saqlamaydigan, boshqalar bilan bo'lgan suhbatda boshqalarning tumuriga barg'ida gap qila olmaydigan, o'zini parasatli ko'rsatish uchun boshqalarga mas'ullarni so'kab beradigan birisi bo'lsa, boshqalar bularning mas'ullarining hal bu bo'lsa nahfaning holi nechikdir deginicha shunday gaplarni ham qilmamdi. Shunga bu xalq o'zining yemasligi, og'zidan chiqqan gapga ega bo'lmasligi, o'z sabdishining yig'ini boshqalarga ichib berishi bilan chichilango sabab bilan mushkun qolgan demasmi? Shundaqla biz bilan hamkorlashishdan o'zini tortmasmi? Biz bu so'zim boshqalarning nafsiga yoqamdi yoki yoqmamdi deb qaraydigan psixolog emasmiz. Ham uni rozi qilgan bir yuz bilan, buni rozi qilgan bir yuz bilan kelib, so'nki yo'q so'zni qilgan 200 ham emasmiz. Balki biz so'zimizni Alloh rozi bo'lamdi yoki bo'lmamdi deganni maqsad qilamiz. Amirlarning ustimizda haqqi bo'lganda, bizning bu ularning ustida haqqimiz bor. Ular bizni ma'siyat bilan buyurmaydigan itoat qilamiz. Bizning ular ustidagi haqqimiz ularga nasihat qilib turish. Amirlarning to'ldaydigan gapi nasihat yoki so'zinglar bo'lsa, keynimizdan demay, oldimizga kelib tanglar, biz hammani anglaymiz deydi-ku. Agar ular bu so'zlarni samimiyat bilan degan bo'lsa,
degan nasihatlarimizni sallamlar deb tugilib turib anglaydi. Agar ular undaq so'zlarni saxt kamtarlik usulda degan bo'lsa, Alloh saqlasin. Shunga qanot kuch topganda Turshavulning gapini toza anglamas bo'lib oldi degan gap ochiq, lekin o'yinish tegishlik so'z. Shundaqla qandoq bir kishi bundaq misolga tilni agir-bugir qildigan bo'lsa, men undaq kishidan pokman. Agar bir jamoatda umumiy masjidlikqa sal qarilib, ojizlik ko'rsatayotgan bo'shliqlar to'ldirilmay, chaqlar etilmay turaveradigan bo'lsa, kelgusida bu kema o'rilib hammamiz suvga cho'kamiz. Bu kema, ya'ni jamoat bir necha kishining emas, balki hammamizning kemasi. Shu vajidan shu kema haydayotganlarni ogohlantirib turamiz. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odam bedenida bir a'zo bor. Agar u tuzalsa, hammasi tuzaladi. Agar u buzilsa, hammasi buziladi. U bo'lsa-mu yurakdir demadimi? Mana bu jamoat mas'ullari bizning so'qib turgan yurakimiz. Agar biz yurakni doir qilib cho'glayotgan har bir a'zoning ro'liga sal qarab qolsak, jihad mevasi 3 viloyat inqilob o'xshash boshqalarning qo'liga o'tib ketadi. Mana Gomindan Sheho qo'ldan kelsa, Turkiston qo'ldan ketadi degan asos bo'yicha bu Shehoga butkul kuchini to'plagan. Jang boshlanishi bilan mujohidlar taraf-tarafdan hujum boshlab, tarix doston bo'lgandek shijoat bilan hamma tarafni takbir sadosiga to'shqizib, dushmanga yetilgan. Bu Sheho urushi shunchalik shiddatli bo'lib ketganki, jang boshlanib oxirlashgacha 3 viloyat inqilobi tarixidagi eng ko'p shahid berilgan maydonda apatilgan. Ya'ni 800 kishi shahid bo'lib ketganlik. Bu shunchalik ko'p shahidni Gomindan ichidagi Xitoy askarlari tarafidan bo'lgan deb qoldinglarmi? Balki urush boshlanish bilan nurg'un Gomindan Xitoy askarlari Manas qarab qochgan. Albatta bu Xitoy askarlari ichida xili ko'p qarshi ko'rsatganlar bo'lgan. Lekin mujohidlarning eng qattiq to'sqini ham eng ko'p talafot uchratgani Gomindan ichidagi Uyg'ur askarlar bo'lgan. Gomindan ofitserlari eng muhim, eng halqiliq istiqomlarning ichiga eng donliq Uyg'ur filmchilarini qo'ygan. Xitoylar biladigan kimning kinoni bak atadiganligi bilan kimning jang maydoni bak atadiganligini. Mana biz Shehodagi zaratgohlikni shehidgohlik deb ataymiz. Mana bugungi kunda bu shehidgohlik Xitoylar tomonidan inqilob qurbonlar qabrisi deb o'zgartirilib, kommunistcha qabristonlikka o'zgartirildi. Mana bu shehidlar jangga kirishdan burun va keyin namozi tushirilgan. Bular o'lsak shahid, qolsa g'oz deb jang kirgan. Hargizmi kommunist davlat qurish yo'lida inqilob qurbon bo'lish uchun jang kirgan emas. Chunki bular yetakchilarning kommunist ekanligini bilmagan. Sayfiddin Azizi o'zining umr dastoni degan asrda G'ulji rahbarlik qattimidagi kommunistlarning tizimini oshkorlaydi. Bularning ko'rinishda keng xalq omisiga o'xshash namoz ibodatlarini qildiganligi, lekin yo'shimcha Sovet ittifoqining ko'rsatmasi bo'yicha hammasining o'ziga loyiq xizmati borligini bayon qiladi. Buning ichidagi kommunizm uchun yurki cho'q bo'lib yanadigan eng o'tyirak Abdukarim Abbosovning qayta Sovet tarafga xat yozib, o'zining kommunizm a'zosi ekanligini butun xalq oldida oshkorlash orzusining borligini talab qilsa-mu, Sovet tarafdan Abdukarim Abbosovlarning bunda qilishga qat'iy bo'lmaydiganligini harbiy buyruq shaklida yetkazganligi to'g'riliq isbotlar bor. Oxirda o'lsak shahid, qolsak g'oz deb jang qilgan mujohidlarning qini o'sha yurakni changallab turgan bir uchun maxfiy kommunistlar orqali Sovet topshirildi. Sovet buni Xitoyga topshirdi. Shuning bilan shu chaqdagi shahidlar bugungi kundagi inqilob qurbonlariga o'zgardi. Shunga kufr aramizga odam kirgizsa, kommunizmchi, demokratizmchi qilib kirmaydi. Balki noit dindor, sehi, ultra qopqaydi Xitoy normandlik deb o'ziga rang bergan qalpoq bilan keladi. Shunga biz bu sahada jihad maydoni cho'ng bo'lgan, ham kufrning suiqasd qo'l tegishdan ehtimollik tuvan bo'lgan 13 yoshgacha hijrat qilib chiqib bo'lgan farzandlarimizni kelgusidagi jihad amonatini qo'limizdan topshirib ololadigan jihad yetakchilariga aylantirishimiz lozim. Agar bizda haqiqiy mu'minlik sifati bo'lsa, kufr har qancha tirishma muhim joylarimizga o'zining odamini akira olmaydi. Chunki munofiq xoinning o'ziga tushliq sifati bo'ladi. Bular har qancha tirishma o'zini yo'shira olmaydi. Bunda kishilarni faqat Alloh subhanahu va taolaning basirat ko'zi bilan qaraydigan mu'min odamlar tanıy oladi. Shunga jihadimizning uzun muqim davomlashishi uchun hamma tarafning umumiy maqsadligini ishga oshirishimiz kerak. Hech qanday xalqqa sal qaralmasin. Mayli askariy soha, mayli tashviqot, ta'lim-tarbiya, ayollar, farzandlar kim deganda oyda biror qitim bo'lsa leksiya o'rlashtirish. Shundaqla kufr eng qo'rqadigan tashkilot iqtidori bor kishilarni tepib chiqishga o'xshagan halqalardan tortib o'zaro moslashsin.
Ya'ni tashviqot askari kuchimizga tushliq bo'lsin. Albatta yili bor, lekin har ish o'z miqdorini eshib kelsa, foizdan ko'proq ziyni bo'ladi. Bugungi kunda askari ta'lim tarbiya, tashviqot, ma'rif jihatda Shamlik qarindoshlarimiz zo'r utuq erishdi. Bo'libmi bularning til adabiyot, matematika jihatdagi ma'rif sohasi hozir butkul jamoatning, hatto oilalarga tortib qo'llanadigan dars qo'llanmasi bo'ldi. Bularning ufqi hammamizning ufqidir. Balki butkul Turkiston xalqining ufqidir. Shunga qarindoshlarimiz bu jihatda mag'rurlanib qolmasin. Shundaqla boshqa tarafdagi qarindoshlarimizning ojizlik ko'rsatayotgan taraflarga sal qaramasin. Chunki ularning ojizligi o'zining ojizligidir. Shunga qanot, kuch va yiltiz tartganda markazning gapini anglamas bo'lib oldi degan bu siyosiy hukm xususan bizning o'zimizda bo'libmi bugungi kunda ko'rilsa, buni biz ne'mat deb tushunishimiz kerak. Chunki biz bugungi kunda muhojirlik sifatimiz bilan jang qilyapmiz. Ham jang tajribalarini to'playapmiz. O'zaro mashalmaslikning zinining hammamizga o'rtoqlashgan taraflarini bugun bilish, hal qilish choralari to'g'riliq izlanish ham uni hal qilish bugungi kunda Alloh subhanahu va taoloning fazli marhamati bilan bizga oson. Agar kelgusidagi ko'lamlashgan jang maydonida qattiq kuch topgan bir qanot o'z oldiga ish tutadigan bo'lib olsa, kufr buningda shundoq payinib ketadiki, buning zinini mo'lchallab bo'lolmaymiz. Oxirda biz kem ichidagi nafarlarning kem haydayotgan mas'ullar deydigan nasihat va ogohlantirishimiz oldi bilan birinchi bo'lib deydiganimiz ittaqulloh, Allohdan qo'rqing. Ikkinchi bo'lib deydiganimiz bir taraf yana bir tarafdan yordam so'ragan vaqtda qiyindishiga yordam berolmaslikda qaysi oyat, qaysi hadisni ishlatishdan qat'iy nazar shu qiyindoshlari eng muhtoj bo'lgan yordamni berolmaganligi bilan ichi qattiq siqilsin. Buning dalili Hudaybiya sulhisining 4-moddasida Quraysh tarafdan igi chaqinlarining ruxsatsiz qochib kelgan har qanday birisining Quraysh tarafga shartsiz qaytarildi. Ammo musulmonlar tarafdan ular taraf qochib borsa, ular uni qaytarib bermaydi. Mana shu vaqtda Abu Jandal ko'yiz kishilarni so'rab, musulmonlardan yordam so'rab, ularning ichiga o'zini atadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Suhayldan Abu Jandalni o'ziga qaytarishni qayta talab qiladi. Suhayl unmaydi. Shuning bilan kelishim moddasi bo'yicha Abu Jandal Qurayshlarga qaytarildi. Shunga hech qanday bir sahoba Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tuzgan kelishimdan tursimi o'zlaridan yordam so'rab kelgan Abu Jandalga bizning bu to'g'risida kelishimdan bor deb beparvo bo'lmadi. Balki hammasining ichi siqildi. Hatto Umar ibn Hattob raziyallohu anhu uningga qilichining bisini ko'rsatib, g'amdan xalos bo'lishga ishorat qildi. Shunga yordam bera olmayotgan dalil bilan birga ichimiz siqilsin. Uchinchidan qiyindishimizga yordam berolmaslikda ishlatgan oyat hadislarga g'arzni aralashtirib qo'yishdan ehtiyot qilsin. Albatta biz kemchilarimizdan yaxshi gumondimiz. Shundoq o'ylashga ham buyurilganmiz. Bizning kemchilarimizdan yomon gumonda bo'lishimiz yolg'onchiligimizga yetarli dalil. Kemchilarimiz har vaqt o'zgarishchan qalbni o'zi bilan hamroh qilib yuradigan insondir. Shunga bizning ular ustidagi haqqimiz ularni har doim ogohlantirib turishdir. Chunki Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq deydi: Allah biror amirga yaxshilik iroda qilsa, uningga bir rostchil vazirni nisb qiladi. Agar amir unutsa, uning yodiga soladi. Agar amirning yodida bo'lsa, shu ishni yurishtirishga yordamda bo'ladi. Agar Alloh taolo biror amirga yomonlikni iroda qilsa, uningga yomon vazir nisb qiladi. Agar amir unutsa, uning yodiga solmaydi. Agar isida bo'lsa, shu ishni yurishtirishga yordamchi bo'lmaydi. Shunga sizlar har qanday bir ishda dinga g'arzinglarni aralashtirishdan ehtiyot qilinglar. Agar sizlar buzilsanglar, hammamiz buzilamiz. Agar sizlar tuzalsanglar, hammamiz tuzalamiz. Chunki sizlar yurak. Bugungi kunda qanot bo'lsanglar, kelgusidagi turshavulsizlar. Agar bugungi qanot vaqtida umumiy masjallikqa sal qaralsa, kelgusida turshavul bo'lgan vaqtinglarda Alloh subhanahu va taoloning o'z ichidan uning o'rlashtirishiga sal qaraydigan yana bir qanotni chiqarib qo'yishda hech shak yo'q. Al jazo min jinsil amal. Qalam ko'tarildi, sayablar quridi. Falan tajida li sunnatillahi tabdila va lan tajida li sunnatillahi tahvila. Allohning mahluqotlar ustida qo'llangan yo'lida hargizmi hech qanday o'zgarishni ko'rmaysan. Allah yo'lda hargiz yo'tkilishmi ko'rmaysan. Ala alballat Allohumma fashad.
Shundaqla qanot kuch topganda markazning gapini toza anglamas bo'lib oldi degan savoq hozircha boshlang'ich saviyada zehnimizda o'rnab tursin. Tuzi amdi titidi degan yeri Yaqubbek degan qismda inshaalloh chiqadi. Mana Amerikaning Afg'oniston kirishi bilan jihodi o'lmalar ummatning jihodi 50 yil oldiga surildi deb olqishladi. Al-Qoidaning bir qantibiga Iroq islom davlati kuchayib, Al-Qoidadan bo'linib o'z oldiga xilofat tashkilishi bilan ummat jihodi olg'a ilgari oldimi? Bu kuchayish ummatga qanchalik foyda yetkazildi? Balki hammamiz shohid bo'lgandek ummat jihodini keyinga suribdi. Haqiqatan o'lmalar ko'p ishlatadigan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning biz savodsiz ummatmiz, o'qishni va yozishni bilmaymiz degan hadisidir. Bu hadisdan hargizmi savodsizlikni olqishlash ma'nosi chiqmaydi. Balki o'lmalar bu hadisdan masalalarga cho'nqur cho'kib ketishdan ehtiyot qilish ma'nosini oladi. Chunki bu ummat masalalarga bek cho'nqur cho'kib oyoq chiqmaydigan falsafaga o'z tarixida kirib qolgan. Mana shu hadisning ro'yi bo'yicha biz Al-Qoida bilan Iroq islom davlati orasidagi masalalarga ichkirib kirmasdan faqat bular orasida yuz bergan muomala va bayonotlardan bir ikkisidan ibrat edish bilan kifoyalanamiz. Birinchidan xalifa saylovchilarning dalil bo'lganda bu xalifani botil degichilarning ham dalili bor. Bugungi kundagi jumhur o'lmalarning xususan jihad maydonidagi o'lmalarning qarshi xalifani faqat saloyit tutishgan odamlarla saylalaydi. Shu vajidan jihad o'lmalarning nazarda bugungi kunda ummatning hakimi deb atalgan Ayman Zavoirning fikr elinmay turib saylangan xalifa botil. Ikkinchidan Iroq islom davlatining ummat hakimi deb atalgan Ayman Zavoirga til tekkizishi va uning suratini filmlar orqali buzib ko'rsatishi va obrazini xunuklashtirishi. Shundaqla o'lmalarning haqqini tunmasligi. Mana bizga o'lmalarning haqqi to'g'risida ibrat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam cho'nglarni hurmatlangan, kichiklarni izzatlanmagan bizni emas deydi. Biz Hasanul Banna, Said Qutb, Abdullah Azam, Shayx Osama qatorliq jihodiy pishvolarning to'kkan qon izini bo'ylab ularning mo'risiga dastlab jihad maydoniga keldik. Ustimizda ularning haqqi bor. Boshqasini emas, jamoatimizdagi tirik misoldan birini olay. Nurahmat ustoz, mening ham ustozimdir. Xorason diyardagi ko'l muhojir ayollar bir so'rinda yig'ilishib qilib Afg'oniston islom imorati yiqilib, hammasi Vaziristonga o'tkalgan vaqtdagi qiyinchiliklarni aslashib, Nurahmat ustozni tilga olib qopdi. Tag'ut tuyuqs ilgirlagan bir kuni muhojir ayollar nim qilishini bilolmay, hammasi taraf-tarafdan o'zini daldiga olib, bu joydan chekinib chiqayotgan vaqtida oldiga cho'nqiroq bir joy uchrab, nima qilishini bilolmay qolganda, Nurahmat ustoz kelib, ularga dummisini qilib yetib, "Mening dumbamni dastlab tushinglar" deb ularga dummisini tutib beribdi. Shunda ayollar Nurahmat ustozning dumbisiga dastlab yoki sakrab xatar yonidan chiqib ketibdi. Shunda ayollar Nurahmat ustozga o'xshashlarning dumbisiga dastlab xatardan qutuldi. Biz bo'lsak, ularning dumbisiga dastlab qo'limizni qurol oldik. Iroq o'zidan ilgari jihad asosiga ul solgan jihad yetakchilarining haqqiga sal qaradi. Gapimiz qaysoq, ustimizda amirlarning, ota-onaning, urug' tuqqanning, qo'shnilarning haqqi bor. Sansoq haq va ko'p. Shunga bizden ilgari kelgan amir va muhojirlarning haqqiga sal qaramaydi. Bularning birer ishki savallikka qarab, bularning mushunda qatmal idealari bo'lganligi uchun vatan jihodi ilgari surilmagan ekan deb o'zimizdan ajablanib qolmaydi. Bizda suv issan quduq qazg'uchini unutma degan so'z bor. Ya'ni shundaqla ilgari kelganlar keyin kelganlarning fazilatiga sal qaramasin. Ilgari kelganlar keyin kelganlarning o'zidan muhim yuqori o'rinlarga tayinlanganligini ko'rganda o'zini tashnib qolgandek o'rinda his qilmasin. O'zining baldir hijrati o'zidan keyin hijrat qilganlarga itoat qilmaslikqa to'salg'i bo'lmasin. Shundaqla o'zi xon o'zi bag yurishdan ehtiyot qilsin. Chunki keyin hijrat qilganlar o'zidan burun hijrat qilgan kishilarga hurmat yuzasidan qattiq talaffuz qilishdan ehtiyot qiladigan tarafi bor. Kufr tarixdan buyon ummat orasiga bo'lgunchilik silishdan bo'shib qolgan emas, ham bo'shib qolmaydi. Mana Abdullah ibn Saba degan Yahudining Abu Zar radhiyallohu anhuning taqvodorligi, zoidligi va uning ummat orasidagi inovatidan foydalanib, Muaviya radhiyallohu anhuga qarshi kuch kiritganligi ma'lumdir. Abu Zar radhiyallohu anhu hargizmi o'zini Yahudining so'zi bilan ish qildim deb o'ylamag'liq, balki sunnat bo'yicha ish qilyapman deb biliglik.
Muaviye radhiyallohu anhu bo'lsa, Abu Zar radhiyallohu anhu bilan bo'lgan muomalaga qattiq ehtiyot qilib, oxiri Osmon radhiyallohu anhuga Abu Zarni Shamdan yondirib kelish to'g'risida xat yozdilar. Yani bir turkum kishilar Muaviye radhiyallohu anhuning qishig'a uning Shamdagi o'rnini tavirtish va oxirida uni vazifasini ilib tashlashda uning islomining keyinligi ve bu o'ringa uningdanmi layoqatlik ve hijrat ilgari kishilarning borligini aytib, ig'vogarchilik qilib kelganda Muaviye radhiyallohu anhu ularga "Men bu o'ringa o'zim chiqib olgan emas. Meni bu o'ringa qo'ygan kishi Umar ibn Hattobdir. Umar ibn Hattobning adolati hammamizga mashhurdir. Umar ibn Hattob meni Shamning valisi qilganda hijratim meningdan ilgari bo'lgan. Meningdanmi layoqatli kishilar bor edi. Umar ibn Hattob shularning ichidan meni tanlab qo'ydi. Sen Umar ibn Hattob meni mushu vazifa qo'yganda xato qilgan demoqchimi deganda bu ig'vogarchilar gap qila olmay dimi ichiga tushib ketgan. Ma'lumlikki yuqori tuvanning maslashchanligi bo'lmasa, butun tirishchanliklarning ko'pik aylanib, oxiri musibatdan iborat reallik bilan hammamiz natijalanamiz. Mana Vanglacha o'zining kibri va cho'ngchiligi bilan o'z tarafdorlari bilan maslashishga sal qarab ishni buzayotgan. Joyinkan bo'lsa o'ngishayotgan chaqda Hojinto tarafning ichi va teshi maslashgan holda Janzaman tarafni uzul kesil yo'qotish planning Janzaman tarafni uzul kesil yo'qotish planining uzundan atrofli planlangan loyiha ekanligini yana bir nuqtadan ko'rib olamiz. Biz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning biz savodsiz ummatmiz, yozishni va o'qishni bilmaymiz degan so'zi bo'yicha biz ikki tarafning ziddiyatiga va Urumchidagi voqealarga cho'nqur cho'kmay, ya'ni bek cho'nqur cho'kib ketib, xato mo'lchar qilib silishdan saqlanish uchun faqat biz hammamizga oshkor bo'lgan taraf bilan kupoyinimiz. Vatan ichi va sirtida mashhur bo'lgan Urumchi Oq masjid oldida 3 qerinishimizdan qadish ko'tarib soqchilarga etilib shahid bo'lib ketgan ko'rinishi. Mushu ko'rinish chiqish oldida Xitoycha bu soqchilarning Leonindan keltirilgan soqchilar ekanligi izohlandi. Xo'sh, Urumchi va vatanimizning boshqa viloyat shaharlaridagi soqchi qurolli qism va armiyalar Urumchining omonligini saqlashga yetmamdi. Keyin Urumchida yuz bergan voqealar bu shubhalarni birdan yo'qotdi. Vanglacan Urumchidagi namoyishni bostirishda kibri tufaylidan o'zini bir ko'rsatib qo'yish va to'g'ri qildim deb qapoq bo'lib ishni ulg'aytayotgan chog'da Juyunkaning o'zi bevosita kelib, oldi bilan ko'chaga patmay qutirab yurgan Xitoylarni chiroyliqcha uyga qaytishga chaqirganligi. Xitoylar ovoz qo'shmagandan keyin ularni urib qaltaklab, qatlab bostirib o'tganligi bo'libmi Urumchi Xitoylarga ma'lumdir. Lekin Hojinto taraf uchun tafsir tabilmaydigan bu Xitoylarni yana bir qitim ko'chaga chiqarish maqsadga yetishda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim bir qadam. Mana mushu orliqda Lanjudan Urumchiga qarab yo'lga chiqqan askarlar Ulanbayda 3 kun to'sinib turgandan keyin Ulanbaydan o'tib vatanimizning har qaysi joylariga o'rlashdi. Bo'libmi shimol tarafga. Ondan Hojinto taraf markazdan buyruq tushirib, vatanimiz turishda Xitoy tajovuzchi armiyasining bosh harbiy qo'mondoni vazifasini ilib tashlab o'tdi. Bu qo'mondan Lanjudan Ulanbayga yetib kelgan askarlarning oldini to'sqanlik uchun vazifasini ilib tashlandimi yoki boshqa sababdimi? Bu tarafi mal qarang'u. Qanday bo'lmasin, maqsadga yetishda Janzaman tarafdori bo'lgan bu qo'mondan vazifasidan ayrilish kerak. Bizga shunisi aniq bo'lsinki, bir askariy qo'mondonning vazifasidan ilib tashlanishi bilan Hojinto taraf umumiy tashabbuskorlikqa o'tolmaydi. Chunki Juyunkan va Vanglochanning yiltizi chunqur, ariqterki kuchlikdir. Urumchi Janzaman va Hojintodan iborat ikki kuchning g'alaba yoki mag'lubiyatidan iborat hal qilg'uch ilishish amaliy bosqichiga o'tgan maydondir. Hojinto o'zining Xitoy bosh raisi bo'lish afzalligi bilan Janzaman tarafdorlarining vatanimizdagi askariy afzalligini bir qadar sundirgandan keyin plan bo'yicha Xitoylarni ko'chaga chiqarish kerak. Xitoy zamonda namoyishlarni qattiq bostirganligi hammasi aniq. Texi yaqindalam Juyunkan tarafdan bostirilgan Xitoylar qaysi jur'at bilan ko'chaga chiqolsin. Kichik bolani bildigan oddiy savodni Hojinto taraf bilmamdi. Shuning uchun Xitoylar ko'chaga chiqqanda uchraydigan har qanday qaltak va to'salg'ularni ilib o'tish kerak. Shuning uchun ular mangdigan yo'lga o'z tarafdorlari bo'lgan va Xitoy zamonlaridan keltirilgan soqchi askarlar qo'yilish kerak. Shuning bilan Xitoylar hech qanday qarshilik bo'lmagan holda ko'chaga chiqdi.
Bularning qanchalik askar, qanchalik puhra buni bilmaymiz. Bularning o'rtaq ovozi yo'qolsin Vanglochan degan shuardir. Hujintow tarafning yezib chiqqan sahna asr bo'yicha Xitoylar yo'qolsin Vanglochan deb ko'chiq patmay mangan namoyishi bilan rolni nihoyat yaxshi oldi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.